Aka, men sovg'alarni olaman, sizga sotiraman. Siz o'zingiz sotaman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Qanaqasiz? 17 Pro Max. 17 Pro Max. Yangi sotib olaman. Sizda mana sotaman dedi. Hech kimga berganim yo'q dedimda. Nima deysiz? Bu yerga kelasiz deb o'ylamadim. Uyga chaqirmoqchi edimda. Uyda sotaman deb aytdim, mehmonxonaga kelib qoldim. Bu iPhone 17 Pro Max. Qanaqa ekan? Hozir endi ko'raman-da qanaqaligini. 17 Pro Max, akkumulyatori 105 marta zaryadga olgan ekan. 5 marta tiqibsizda faqat. 5 marta sotganim yo'q. Podarka qilishda orange rangini xohlayotgandim men. Seriya ham o'rtog'imda seriya rang bo'lib ketdi. Loy kerak deydi, loy kerak menga. Nima kerak? Loy kerak. Loy? Qum kerak emasmi mabodo? Voy, shu chirvarasi 1300 qilmang. O'zi yaxshi-ku. Sizga sotaman dedim, faqat 1300 qilmang, ozgina shu chirvar. 1400 ga olib qolaman, bo'ladimi? Haromat so'qatib ketyapsiz-da o'zi. Da, tashqari suv. Qiynamayman shuncha. Yo'q, qiynamayman, nima qiynayman? 1400 dollarga beravering. Mayli, sizga yo'lda bo'ladimi aka? Roziman, ovring. Rozimisiz? Bo'ldi shu. Boshqasi bo'lganda rozi bo'lmasdim. Bilsangiz bilasiz. Bo'ldi, rahmat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Mana 1400 dollar. Hamlarni uyda o'chirib yuboraman, xo'pmi, narsalaringizni faqat. Bo'ldi, xo'p. Rozimisiz faqat? iCloudlaringizdan chiqib bergan bo'lsangiz bo'ldi. Bo'ldi, iCloud yo'q ekan-ku. Rahmat. Kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Rozimisiz? Roziman, albatta. Keyingi telefonlaringizni sotasizmi, sotmaysizmi? Xudo xolasa sotaman. Podarka kelsa, o'zingiz chaqiraman yana.